أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz aldığın dersimizde el-maqsidus thani el-merdud bisebebi saqt minel isnad toğruluq sözlep saqt minel isnadның iki türü saqt zahir ve saqt hafi. Saqt zahirning içindeki 4 türlük zayıf hadis ve saqt hafining içindeki 4 türlük zayıf hadisni sözlep dersimizni ahırlaştırgandık. Endi bugün bizning kildiğimiz el-maqsidus thalith el-merdud bisebebi ta'nin firravi. Yani rivayet qilguvchidagi ma'lum şunun hadisinin sahihligiga ta'sir etkizadigan ayib, kamchillik tüpeyliden rad qilingan hadis to'g'riliq so'zlaymiz. Dersimizni başlashdan ilgari xuddi avvalgi darslarga o'xshashla biz bütün derslerimizni bir qitim xulosalab chiqamiz. Biz hadisni ikkiga bo'lib olgan bo'ldik. Birisi xabarul ahad, yana birisi xabarul mutawatir. Xabarul mutawatir deganimiz ko'plagan rivoyat qiluvchilar rivoyat qilgan hadis bo'lib, bu ravilarning soni bularning odatda yolg'onga kelishib olib hadis to'qish ehtimolini yo'qqa chiqaradi. Ya'ni shundoq ko'p sonliq ravilar rivoyat qiladi. Bularning zamon, makon jihatdagi umumiy omillarni nazarda tutgan vaqtda bularning birlik kelib olib yolg'on hadis to'qish ehtimoli 0%. Mana hadislarni xabar mutawatir deymiz. Xabar mutawatirni ikkiga bo'lgan bo'ldik. Birisi mutawatir lafzi, yana birisi mutawatir ma'naviy. Biz şu dersning 5'ini deb o'tdik. Xabar mutawatirlar bizning mustalah babininki temisi emas. Chunki xabar mutawatirning hukmi ilm yaqini, ilm daruri deb qo'yamiz. Keskin ma'lumot, ya'ni jazmiyat ma'lumot, xuddi buning amal qilish jihatda yaqinlik, qat'iylik jihatda Qur'on bilan o'xshash dalillar qat'iy. Buni ravilarini hozir tashrif bekitib bo'lgandan keyin ikkinchi qatam uni qayta tashrishdan keyin nazar istidlol qilishning o'rni yo'q. Shunga bizning o'qimoqchi bo'lgan kitobimizdagi bu mazmun bilan temi jihatda munosabatsiz. Ya'ni munosabat qilgan vaqtda bizning temimiz emas. Undan keyin xabar ahad kelsak, xabar ahadni rivoyat qiluvchilarining, ya'ni turuq yo'llariningki son e'tibori bilan 3 ga bo'lgan bo'lgan. Birisi mashhur hadis, yana birisi aziz hadis, yana birisi g'arib hadis deb. Mashhur hadis deganimiz sanad tabaqatlarining ichidagi har tabaqatdagi ravining soni 3 dan ortiq bo'lgan hadislarni mashhur hadis degan. Aziz hadis deganimiz qaysi bir tabaqat olsun, sanad tabaqatlarining ichidagi har qanday bir tabaqatdagi ravining soni 2 dan oz qolmasa, ba'zi tabaqatlarda ko'p bo'lib kelsa cho'maslik yo'q, lekin 2 dan oz bo'lib qolmasa, buni biz aziz degan. G'arib deganimiz sanad tabaqatlaridagi qaysi bir tabaqatda olsun, son bir güchib qolgan bo'lsa, mayli boshqa tabaqatlarda son ko'payib ketgan bo'lsin, ma'lum bir tabaqatda qaysi olsun, ravining soni yoki rivoyat yo'llarining soni bir bo'lib qolgan bo'lsa, mana buni biz g'arib degan. Undan keyin xabar ahadni qoilining e'tibori bilan hadisi qudsi, hadis marfu, mavquf, maqtu deb 4 ga bo'lgan. Agar hadisning diguvchisi Alloh bo'lib, payg'ambar alayhisalom bizga bu hadisni Allohdan rivoyat qilgan bo'lsa, Alloh mundoq dedi deb rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadis nima bo'ladi? Hadis qudsi bo'ladi. Agar hadis Rasulullohga nisbat berilib, Rasululloh degan so'z yoki Rasululloh qilgan ish harakat yoki Rasululloh muqarrarlashtirgan ma'lum bir taqrirot sifatida maydonga chiqqan hadis bo'lib qolsa, bu hadisni hadis marfu deymiz. Agar bu asar yoki bu hadis sifatida kelgan bu so'z sahobalarda to'xtab qolgan, ya'ni sahobalarning degan gapi sifatida o'tirg'i chiqilgan bo'lsa, bu asarni biz mavquf deymiz. Agar bu asar tabiinlardan kimlarga to'xtab qolgan, shularga nisbat beriladigan so'z bo'lib qolsa, buni biz maqtu deymiz. Undan keyin biz xabar ahadninki kuchlilik yoki ojizlik e'tibori bilan maqbul, mardud deb 2 ga bo'lgan. Maqbul hadisni sahih hasan deb 2 ga bo'lgan.
Ondan keyin sahih hasandagi shartning o'zida topilish yoki sirtqi omil tufaylidan shu shartlarning hozirlanishiga qarab turib, li zotihi li g'ayrihi deb ikkiga bo'lgan. Deganda sahih li zotihi, sahih li g'ayrihi, hasan li zotihi, hasan li g'ayrihi deb hisobda 4 turlik hadis chiqqan. Endi bu 4 turlikning ichidan yani amal qilib bo'ladigan va amal qilib bo'lmaydigan, ya'ni ma'mulun bi, g'ayri ma'mulun bi deb ikki turga ayirdik. Bu ikki turdan 4 turlik hadisning yo'llari chiqadi. Yani muhteliful hadis, muhkemul hadis, nasih, mensuh qatorliq cho'ng ikki tur, lekin ichini parchalasak 4 tur mababla ayrılib chiqadi. Ondan keyin mardud hadislardagi hadisning rad qilinish sababini biz cho'ng jihatdan ikki sababga bog'lagan edik. Birisi saqtum minal isnad, isnaddagi ma'lum bir uzuklik. Yana birisi ta'nun firraviki, raviyadagi ma'lum bir kamchilik, ayib nuqson. Hadisning sahihligiga ta'sir etkazadigan kamchilik, ayib nuqson. Saqtu minal isnadni biz ikkiga bo'lgan to'q, birisi saqti zohir, yana birisi saqti xafi deb. Saqti zohirdan 4 turli hadis chiqqanda muallaq, mursal, mu'dal, munqati. Saqti xafidan mudallas, mursal xafi, mu'annan, mu'annan. 4 turli hadis chiqqanda. Undan keyin saqti tugagandan keyin ta'nun firravi ta'na adatda ikki bo'lib, birisi ta'nun fi adalatihi. Yani ravininki adalati, taqvoligidagi masala degan gap. Yana birisi ta'nun fi dabt. Bu har ikkilisidan 5 dan 10 dona kamchilik chiqadi, sabab chiqadi, 10 dona sabab chiqadi. Shu ta'nun fil adala, ta'nun fi dabtda. Shu 10 turli hadisdan 10 turli kamchilik sabablaridan, ayib sabablaridan, yani bir nechta turli zaif hadis chiqadi. Bugungi darsimiz dal ta'nun fil ravidagi sababdan boshlanib o'qiymiz inshaalloh. Ya'ni al-maqsidu thalith al-mardud bi sababi ta'nin firrawi. Endi bugungi darsning xulosasi do'skida jadval shaklda berildi. Biz bayatni deb o'tdim va kunda xulosalayotimiz hadisning rad qilinish sababi ikki sababdan bo'ladi. Birisi saqtu minal isnad, bu tugida. Buning mavzusi bizda tugida. Ikkinchisi al-mardud bi sababi ta'nin firrawi. Yani hadis rivoyat qiluvchidagi bir ayib kamchilik tufaylidan hadis rad qilinadi. Endi bu ta'ni ikki xil bo'ladi. Birisi ta'nun fil adala, ya'ni uning taqvolik adolatidagi masala. Bu 5 sabab tufaylidan kelib chiqadi. Yana birisi ta'nun fil dabt. Buning asl tutish, hadisni saqlab qoldirish masalasidagi ayib kamchilik bo'lib, bu tufaylidanmi bu 5 sabab tufaylidan maydonga kelgan kamchilik bo'ladi. Va bularning har biridan ma'lum darajada zaif hadislar chiqadi. Masalan, do'stga qarasanglar, ta'nun fil adala 5 sabab tufaylidan maydonga kelgan. O odam kiz bo'lganlik uchun, kazzab. Ma tufaylidan bu odamda ta'nu va bu odam ayblanadigan hadisning sahihligi ta'sir uchraydigan odam deb qaraymiz. Bundaq odamning hadisi keyinga qarasanglar al-mawdu to'qulma hadis deyiladi. To'qulma. At-tuhma bil-kizb. Garchi bu odam kazzab deb qaralmasin, lekin yolg'on aytish ehtimoli yoki yolg'on aytadi deb bunda ayblanadigan odam, bu odamning hadisi matruk bo'ladi. Undan keyin al-fisq, fasiqlik, ya'ni ancha-muncha harom ishlari va harom ishlar bilan shug'ullanadigan odam, bu odamning hadisi munkar hisoblanadi. Bular hammasi zaifning ismlari. Al-bid'a, ya'ni bid'atchi. Mayli aqida jihatdan olsun, mayli amal jihatdan olsun va musha hadis kelgan hadisi shu odamning bid'atini targ'ib qiladigan hadis tipiga tava bo'lib qolsa, bundaq odamning hadisi boshqa alohida ismi yo'q, zaif deymiz. Buning tafsiloti bor inshaalloh. Hozir bir kallada o'ntishimiz uchun, zehnimizda saqlab olishimiz uchun qisqa jadvallashtiryapmiz. Undan keyin jahala, ya'ni jahalatul aynki u odamning kimligini emas. Bu odamning hadisidan ikki xil, jahala 3 xil bo'ladi. 3 xil jaholatning ichidan ikki xil hadis chiqadi. Birisi zaif, ya'ni ismi yo'q. Yana birisi nima? Mubham. Andaki ma yuqoridagi 5 ta'nun fil adala. Ta'nun fil adaladan yuqoridagi 5 turlik zaif hadis chiqadi. Ta'nun fil dabtdagi sabab birisi fuhshul g'alat. Bu odamda xatolashish intayin ig'ir darajada xatolashish bor. To'g'ri deyman deb ham xatolashish ahvollar borda. Bunda odamning hadisi munkar, ya'ni fisq bilan hadisi o'xshash. Ikkinchisi su'ul hifz. Su'ul hifz ikki xil bo'ldi. Birisi shaz, yana birisi muxtalat. Shaz degani to'g'lishi dillamdan bo'lib qolgan, su'ul hifz bo'lib qolgan odam. Muxtalat degani ma'lum voqea, ma'lum yoshda cho'ngaygan sabab tufaylidan su'ul hifz bo'lib qolgan. Har ikkilisidan chiqqan hadisning birisi shaz, birisi muxtalat bo'ladi. Buning tafsiliy ahvoli su'ul hifz deyiladi. G'aflat, g'ofillik. Buningdan chiqadigan hadis munkar bo'ladi. Kasratul avham, to'la xiyoliy tuyg'u ko'p.
Bunda bo'lib qolsa, buningdan chiqadigan hadis munkar hadis bo'ladi. Yuqoridagilarning hammasi o'xshashlar zaif hadis. Endi yuqoridagi ahvollarga qarasanglar, bid'atning jahalatdan chiqqan ikki hadisning ismi daif. Bunun ayrım ismi yok. Jahalatning bir turidan ki mubham deb chiqadi, lekin umum o'rtaq ismi daif. Andan keyin fisqi, fuhshul g'alat, g'aflat, ma üç türlük sebepten munkar hadis chiqadi. Ma uchning ismi o'xshash hadis chiqadisinki qolgan sebeplarning hammasininki hadisininki nomi ayrim nom qo'yiladi. Masalan, biriga mavdu, biriga matruk, biriga munkar degandek. Buni inshaalloh biz darajasi bo'yicha eng og'ir bo'yicha so'zlaymiz. Eng oxirida ta'nun fi dabtining 5-sebebi şu adamning fiqat ravilarga qarshilik qilish ahvoli. Rivoyat qilgan hadislari davomli fiqatlarga zid keladi. Buningdan 5 turli hadis chiqadi. Birinchisi al-mudraj. Ikkinchisi al-maqlub. Üçüncüsü el-mazid fi muttasil al-asanid. Dördüncüsü el-muttarab. Beşincisi el-musahhaf deb 5 turli hadis chiqadi. Bularning hammasi zaif hadisga tava ve bularning tafsili ahvoli, ba'zi ichki ahvolini biz kitobda o'qiymiz. Hozir darsimiz dal al-mardud bi sababi ta'nin fi rawidan boshlanadi. Jadvallashtirib oldi bilan bir so'zimizning sababi kalanglarda bir umum ramku onusun. Andakin bugungi darsimiz ta'nun fil adala, ta'nun fil zabtidagi 4 sebep. Ta'nun fil adaladagi 5 sebep, ta'nun fil zabtidagi 4 sebep. Andakin bid'atlan su'ul hifzi kenida muhalefatu fiqat g'icha o'qiymiz hisobda. Kizbini o'qiymiz bugun inshaalloh. At-tuhma bil kizbini o'qiymiz, al-fisqni o'qiymiz, jahalatul aynni o'qiymiz, fuhshul g'alat, g'aflat, kasratul avhamni o'qiymiz. Qolgan su'ul hifzi, bid'at, andakin muhalefatu fiqatlar inshaalloh kelajak soatlik darsimizga qoladi. Endi hozir men sizlarga do'skida ta'nun fil adalaning 5 sababini bir yerga tizib chiqdigan hadislarga ism qo'yib, ta'nun fil dabtining 5 sababini tizib chiqdigan hadislarga ism qo'yib, bunda ratlab ko'rsatib qo'y. Ammo kitobda hadisning mushu 10 turlik sababdan kelib chiqqan rad qilinadigan zaif hadisninki darajasi bo'yicha tizgan. Shunga ma tartibga bo'ysunmaydi, lekin kallanglarda tug'izishda ma tartib bo'yicha tug'izib olsanglar bo'ladi. Yoki kitobdagi zaiflik, ig'irlik darajasi bo'yicha tug'izib olsanglar bo'ladi. Anos kelayli. Al-murad bit-ta'ni fi rawi. Rawidagi ta'ni degan gap nima degan gap desa, rawidagi ta'ni degandan maqsad al-murad bit-ta'ni bir rawi. Rawidagi ta'ni degandan maqsad jarhuhu bil-lisan. O odamni til bilan ayiblash. Bu odam mandaq kamchilik bor deb. Va shu odamda o odamning adolati dini tarafdan. Ta'nun fil adalat degan shu uning taqvoligi, dini qanday ayiblawa, o odamning hadisini olsak ishonchlikmi, omonatlarmi degandek. Yoki o odamningki zabtisi, hadisni to'xtatib saqlay olish va hifzisi, as-tush qobiliyati tarafdan. Bu odamning mandaq odam kallasının azraq nimesi var, derdi var, yakomuz as-tush qobiliyati nacharti, tul unutib qoldigan odamni, tul kasratul avhamti, kasirul avhamti degandek sifatlar sifatlash dal ta'nun fil rawi bo'ladi. Endi rawidagi ta'nining sabablari 10 sebep bulup bunun 5'i adaletki münasebetlik, taqvalıqı münasebetlik, 5'i 10 sebepten zıptığı münasebetlik, adaletki münasebetlik olan, adaletki ta'niga münasebetlik olan 5'i el-kezb, el-tuhme bil-kezb, el-fisq, el-bid'a, el-cehal, cehaletle ayn degene. İkincisi zaptıdaki ta'niga münasebetlik olanı 5, birisi fuhshul g'alat, su'ul hifz, el-gafle, kesretul avham, muhalefetul fiqat. İnşallah biz 10 türlük sebepten çıkan hadisini tefsili bir inşallah sözleyimiz. Şu an turumda oturdu. Ve sa'ezkur enva'al hadisil merdud bi kulli sebebin min hazihil esbab ala tavali. Yani şu sebeplerden her qanday bir sebep bilen rad qilingan hadisning türlerini aqadan bayan qilamiz. Nereden başlayamiz ise mubtadi'an bis sebebil eşedd ta'nan. Yani ayıp cihette en qattiq qo'ygan sebepten başlayamiz. O olsun kezipten başlayamiz. Anda olsa birinci okuyduğun hadis el-mavdu. Yani kezipten çıkan hadis. Ravideki ta'ni sebebi kezip bo'lib qolgan odamning hadisi el-mavdu oludu. Şu hadisni birinci qataga keldik deyotdi. Do'stlar qaranglar. Birinci sebep el-kezib. Adaletdiki. Bunun çıkardığı hadis hazır biz kitapta okumakçı olan el-mavdu. Yani toqulma hadis degan gap. İza kana sebebu ta'ni fil rawi. Mençe mesela düşünüp oldunlar mı deyim? Yani Abdurrahman qalgan tafsilatını anlasak bo'ladi.
Agar ravidagi tani Rasululloh yolg'on aytib chiqqan, demak bu odam bir qatim ya Rasululloh yolg'on aytib boshqalar tarafidan kazzob deb qana qilinib bo'lgan, ayblanib bo'lgan odam bo'lsa, bu odamning hadisi mavdu hisoblanadi. Buning ta'rifoti bunday. Lug'at jihatda bu vado'a shay'dan chiqqan bo'lib, bir narsani qo'ydi degan ma'noda. Ya'ni pastga tushadi, qo'ydi degan ma'noda. Nimda bu hadisni mavdu deb atagan desa, buning martabasidan tushib ketganligi uchun munosabat bo'ladi. Yoki vado'a degan bir narsani yo'qdan paydo qilib to'qid degan gap. Chunki nuqtadan to'qilmaydi desakmi shu bo'ladi. Istiloh jihatda mavdu deganimiz al-kadhib, yolg'on, al-muxtalaq, to'qilgan, al-masnu' yasalgan bo'lib, Rasulullohga nisbat berilganda. Demak, bir hadis öz ichidan to'qilib Rasululloh dedi degan Rasulullohning degan nomi bilan suiiste'mol qilingan bo'lsa, bu hadisni biz mavdu deymiz yoki makzub deb atsam bo'ladi. Ya'ni chunki buning sababi kizb emasmi? Shuni ba'zi ulamolarning hadisga baho bergan vaqtida mavdu deganni anglaysizlar, mavdu deganni anglaysizlar, makzub deganni anglaysizlar, ikkisi o'xshash gap. Buning darajasi bu zaif hadislarning eng yomoni va eng qabihi. Ba'zi ulamolar buni mustaqil bir turda hisoblaydi, ya'ni zaif hadislarning turi emas deb. Chunki bu Munojat qilgan vaqtda buni hadis degan nom bilan atashning o'zi xato. Hadis degan nom bilan atashning o'zi uchun bir xato. Buni rivoyat qilishning hukmiga kelsak, ulamolar shuning ijmo qildiki, mavdu'ni rivoyat qilish hech kishiga halol emaski, bu odam u hadisning ahvolini bildi. Li ahadin alima halahu degani hadisning ahvolini bilgan hech qanday odamning buni rivoyat qilish halol emas. Fi ayyi ma'nan kan degani bu hadis qaysi ma'nolab kelsin? Mayli ahkamdugo, abayatni to'g'ri emas, fadoilul a'mal kelsin to'g'ri emas. Illaki to'qilmoqligini bayon qilishadigan boshqalarga hadis to'qilmaydi, hadisga diqqat qilinglar degan nuqtani bayon qilib bersa, bir gap bo'lmasa. Muslimning hadisining tufaylidanki, "Man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib, fa huwa ahadul kadhibin." Hatto bunda hadisni to'qishning o'zi bir yolg'on. Chunki man kadhaba alayya muta'ammidan falatabawa maqadahu minan nar. U haromlik boshqa gap. Harom hadis yana. Mavzu to'qilmaydilikning to'qilmini bilib turib boshqalar deyishning o'zimi shu digichini o'zidanki kizbi surudi degan gap. Ya'ni to'qigan odamga abayatni haromlashni qilgan bo'ladi. Buni rivoyat qilgan odammi? Onun mevzu ekanligini bilib turib ahadul kazibin degan gap. Hadis to'qishdagi to'quvchilarning yo'llari. Siyogatli hadisini hadis shakllantirish, hadis to'qish degan gapda. Hadis to'qishdagi to'quvchilarning yo'llariga kelsak, hadis to'qishda to'quvchining ikki xil yo'li bor. Birisi to'quvchi hadis so'zni o'zining qishidan paydo qilib olib, ondan keyin uningga isnoddan birini to'qib rivoyat qiladi. Avval kallasida o'ylab o'zining atalmış hikmetlerden birini tuzudi. Tuzib bo'lgandan keyin buningga chiroyli isnoddan birini to'qib, ana hadis sifatida maydonga chiqadigan gap. Bu bir. Ikkinchisi, ba'zi donishmanlarning so'zlarini olib, faylosoflarning so'zlarini elib, yoki ularning boshqalarning so'zlarini elib, buningga isnoddan qarasa, haqni deb boshlang'ich bir urunliq gap bo'lib qolsa, akatliganda buning isnoddan birini to'qib, hadis rivoyat qilaveradi hadis sifatida. Ana to'qilmaydi qanday bilinadi desa, to'qilmaydi isnodiga qaramasdan bir qancha bilan farqlantirishga bo'ladi. Bunda sezgili bo'ladi. Men sizish uchun ama o. Ham bu hadisga baho berish uchun cho'qim isnodini so'rashni qilish kerak. Ammo isnodni o'qimaydigan odam bo'lib qolsa, hadisning mazmuniga qarab, bunda qo'lida ishlar birinchidan to'quvchining o'zining to'qiganligini iqror qilishi. Masalan, Abi Isma Nuh ibn Abi Maryamninki Qur'onning suralarining fazilati haqidagi hadislarni sura Ibn Abbosdan to'qiganligini o'zi rivoyat qilgan, iqror qilganlikda Halaqı yeni birisi var. Halife Mahdi'nin aldıda, zindiqning dağılışının aldıda men 4000 hadis to'qiyotdim. Nereden tapasa deb tahdid soladi dedi. Yoki uning iqrorining o'rniga tushadigan ishlar bilan bilinadi degani, iqror qilmagan taqdirdami, gap so'zdan chenib qoladi. Masalan, xuddi bir shayxdan hadis so'zlaydi. Qarasa bir hadisni so'zlayotdi. Ondan keyin bu aşı shayxning tug'ilgan vaqti to'g'riliq surildi. Ha, siz hadis rivoyat qilgan ma odam qachon tug'ilgan odam desa, shuning bilan bir tarixni so'zlaydi-ki, a shayxning vafoti tug'ilishidan ilgili almishib qolganda, bu shayx 2005-yil vafot bo'lgan shayx. Qachon tug'ilgan desa, masalan 2006-yil tug'ilgan deydi. Demak, bu shayxning hech nimasidan xabar yo'q degan gap. Ma tug'ilgan gapda mana bu. Ondan keyin mush hadis şu adamning qishidan bilindigini qog'odam rivoyat qilmoqlik. Aniqlama mavzu bo'ladi. Üçüncü qarina ravidagi qarina bo'lib, masalan ravi o'zi rafidi, shi'i bo'lib,
hadis ahli baytning fazil taqdir gap qilgan bo'lsa, ha, o'zining mazmunini kuchlantirish uchun to'qibdi ulam desak bo'ladi. To'rtinchisi rivoyat qilingan hadisga qarayni bo'lib, hadis labzi nayt rakik degan qurg'oq nayt qamlashmaganda payg'ambar alayhisolamning so'z qilish uslubiga o'xshamaydi endi. yoki hisga qarshi degani hadisning mazmunlari zid bir-biriga. yoki Qur'onning sarih mazmunlariga nima qarshi? His degani reallik demakchi endi. Bunda chunki haqiqiy sahih hadis Qur'onga zid kelmaydi, sarih mazmunlarga. Ma Qur'onning sarih deb qo'ygan sababi, agar sarih bo'lmay dalalati zanni shakldagi muavval bo'lib qolsa, u vaqt boshqacha muomala qilamiz. Ammo Qur'onda sarih bir oyat va hadis keldi, ina to'qilma. yoki reallikni mi keldi hadis zid keldi, bulut dedi bo'lmadi, bo'lmaydi dedi bo'ldi. Ya'ni his qilib keldi degani shu. Bu mu to'qilmalikning bir alomati. Endi o'ylab qolamiz, shular nima hadis to'qiydi desa, hadis to'qishning sabablari va to'quvchilarning turlariga kelib abturda o'tadi. Hadis to'qishning nihoyat nurg'un sabablar bo'lib, to'quvchilarni shu hadisni to'qishga qana qilgan, chaqirgan sabablar bor. Shu sabablarning eng oshkorroqining qatoridan tuvandikilar. 6 sababni bayon qildik. Birinchisi nadonlikdan Allohga yaqinlashish sababi. Ya'ni na qarab o'tirib atrofiga qarasa hammadan notaqvolishib ketgan, laqvolishib ketganda to'xtab tura. Men mush odamni qattiq bir tabliq qilib, o'ngshutay degan niyat bilan shu odamning ahvoliga mos shaklda hadis to'qib, odamni o'ngshmoqchi bo'ladi. Haq qarasa Qur'onni o'qigandan keyin to'xtab tura adablikanda usulni o'qisang manchak savob. Bu surni o'qisang manchak savob. Bu sur degan manda gap. Ma surni o'qisang jannatga o'lpaylisini chaqirdi. Ma surni o'qisang butun Qur'on tamom qilganga o'xshash degandek fazoil boblari to'g'rida hadislarni to'qib, andan maydonga chiqqandan keyin o manda odamlar ko'pincha vaqtda solih manda imom masalan shayx chiqib qoladi ko'pincha vaqt uchun. Nadon lekin xalqlarni ash to'qilma hadis orqali dinga da'vat qilmoqchi bo'ladi. O'zicha taqvolik qilmoqchi hamda bu. Ya'ni shu kishilarni yaxshilikka qiziqtiradigan hadislarni to'qish, ularni yomonliklarni qo'rqitadigan hadislarni to'qish orqali. Masalan, xalqbek yomonlik ketgan bo'lsa, sen unda ashna qilsang, kuzangdan chayon chiqadi, anda bo'ladi, munda bo'ladi, qon yering ichsi degandek hadislarni to'qib ekildigan gapda. Buni ma to'quvchilar shunda bir kishilarki tarki dunyolik va salohga nisbatilgan gap ko'pincha yaxshi odamlar. Dal mushunun yaxshi o'g'anlik tufaylidan bular eng yomon to'quvchi. Nimishqa desa, chunki kishilar ularning to'qilmadishlarini ishonchi qilib qo'yadi. Chunki bular yaxshi odamlarda birisi qalasa ulamo sifat, birisi qalasa iymon, birisi qalasa taqvo, birisi qalasa zohid. Bu odamlar hargiz to'qimaydi deb o'ylab, buning to'qigan hadislarni xiyoliga keltirmasdan qabul qilgan gap. Shu odamlar intan yomon odamlar hisoblanadi. Mushunun qatoridan Maysara ibn Abdurrabbih ibn Hibban duafata ibn Mahdidan rivoyat qilib deydi, men Maysara ibn Abdurrabbih dedim deydi. Sen madisli nereden keldiğini desem, men qara'a kaza falahu kaza. Degan bu hadisni kim nereden keldiğini, palani bunda degan, pukuni bunda degan deb birinchi hadisni rivoyat qilgandan keyin bu nereden topding bu hadisni desem deydi, wada'atuha uraqibun nas. Kishilarni yaxshilikka qiziqtirish uchun to'qidim deydi-da. Subhanallah. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab ma'lum mazhabga yon bosish. Intisar li mazhab degani o'zi mazhabga yon bosish. Xususan siyosiy firqalarning mazhablari texma shunda. Chunki dunyoda odamni eng razlashtiradigan narsa siyosat. Siyosat uchun, maqom uchun, hurmat, izzat, sharaf uchun yoki huquq uchun har narsani qiladi. Dal mushu omil bir qism iymoni ojiz kishilarni hadis to'qishga turtib qolganda, bular mana shu fitna oshkor bo'lgandan keyin siyosiy firqalar maydonga chiqqan, masalan, Xavorij, Shi'a o'xshash her firqa hadislardan o'zining mazmunini qo'llaydigan hadislarni to'qigan, masalan, Aliyun xayrul bashar men shakka fihi kafar degandek Shi'alarning hadislari masalan. Üçüncüsü İslam'ı ta'yin qilish, din dushmanlari tarafidan to'qildi hadislar. Mao din dushmanlari tarafidan to'qildi. Ya'ni Mao to'quvchilar zindiqlarning bir qavmlar bo'lib, zindiq degani dinda olim bo'lgan kofirchi, ya'ni mulla kofir deb qo'yamiz. Bular islomga oshkora yeni-mikr qilishga qodir bo'lanmaydi. Shuning bilan mana nachar yo'lga maqsad qilib kelganda bular. Shuning bilan hadislarning bir bo'liklarini islomni satlashtirish, islomga ta'yin qilish maqsad bilan to'qigan. Ma'lum qatoridan Muhammad ibn Sa'id ash-Shami, ya'ni zindiq sababidan esib ketgan odam. Bu Humayddan o Anas'ın marfu şekilde mundaq bir hadisni rivoyat qilganlikda, ana xatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah deb. Halbuki hadis avangard ulamoları bu hadisning masalasini oydinlashtirgan, valillahil hamd val minna. Agar bularning o'ziga quvvatliga sho'p qolsa, bu chaq islomni bitar qilib ketdi. Allah bizning islomni saqlab turishga va'da qilgan bo'lg'achqa, bular har qancha to'qimchilik qilsin, mushlarning to'qimchiligini davom oydinlashtirib,
meseleni içip biradigan ulamalar her zamanda meydan keltirib. Mao 3-chi amil. 4-chi amil hokimlarga xushomadchilik qilish. Ig'ish yani. Yani bazı imanı aciz kişilerinki bazı hakimlar ketivatkan şu teyliş azgulluqqa maskıladigan hadislarni to'qish orqali xushomat qilib yiqilishi. Masalan, G'iyos ibn Ibrohim an-Naxai al-Kufininki Amirul Mu'minin Mahdi bilan bo'lgan bir voqelik bor. Ya'ni madam xalifaning qashiga kirgan vaqtda xalifa katta o'ynab o'tibdi ekan. Shuni o'zining isnodi bilan zo'mzi qasdin payg'ambar alayhisolamga bunday ismini to'qotganda la sabaqa illa fi nasl aw khuf aw hafir degan yag'ich hadis bor asli. Keyindagi avjanah deganni kelib, bu xalifaga xushomat qilish uchun to'qotgan gapda ma gapni. Ya'ni tig'liq narsalardan, bisliq narsalarda, tuyoqliq narsalarda musobaqa asosiy bo'ladi degan gap, shuni beqab tarbiyalab o'ynab buni musobaqa asosiy bo'ladi. Deb bo'lib oxirida qanotliq narsalardimi shu deb, kapta o'ynayotgan bo'lgandan keyin, aning o'ynashini nisbatan bir fatvo topib bir narsa olamanmiki degan umidda. Yani avjanah degan so'zni Mahdi tufaylidan ziyoda qilgan. Mahdi buni bilib qolib, kaptalarni bo'g'zashga burib o'tilgan va deganki, men shuni shunday qilishga majburlab qo'yganman. Men mush kaptaga amro qolmagan bo'lsam, bu kapta tufaylidan hadis to'qimaydi deb, xushomatchi to'qimichini haydab chiqib, buning maqsadining aksi bilan muomala qilganda, Alloh mushu xalifalarga rahmat qilsin. 5-chi sabab at-takassub va talabur rizq. Ya'ni mol dunyoga erishish, rizq talab qilish degani mol dunyo tepish uchun, takassub degan mol dunyo tepish uchun hadis to'qiydigan gap. Masalan, ba'zi voizlar qossos degani xalqlarga va so'zlab turib hikoyalarni o'tmishdagi ajoyib voqealiklarni so'zlab pul topadiganlar emasmi? Bular kishilarga so'zlab pul topadigan odamlar bo'lib, bular ba'zi ko'ngil ochadigan ajoyib qissalarning ba'zisini keltiradi. Kishilar ularga anglab bersin uchun Abi Said al-Madaniga o'xshab buningga ancha-muncha hadis degan qalpoqni ko'gizib so'zlaydigan gap. 6-chisi qasdu shuhra, ya'ni mashhurlash maqsadi bilan. Qanday desa, yot hadis shayxlaridan hech kimning qash tepilmaydigan, yo'q hadisda falona, bunda hadis bildigan deydigan bir xil nom obro'y shulam qildigan gapda. Shundan ular hadisninki sanatlarini qabul qilaveradi yoki yaqlibun o'zgartiradi, almashtiradi. Liyustoqrab boshqalar uni sal yot hadis yo'qkan, boshqa yo'qkan hadis ajoyib deb bildigan odam deydiganda bir xil ajablansin uchun. Shuning bilan u odamdan shu hadisni anglashda fayurg'ab qiziqsin uchun Ibn Abi Dihya Himadun Nasibiga o'xshash. Bularning hammasi o'sha hadis to'qishdagi omillarning. Undan boshqa omillar bo'lishi mumkin. Mavamda cho'ng omillarni tilg'ab turibdir va undan boshqa omillar bo'lishi mumkin. Endi bu hadis to'qishni biz ayblayotgan, harom deb uni hukmini chiqarayotgan vaqtning o'zida bir kishilar chiqarliq hadis to'qisi bo'ladi, ya'ni dinga foydali hadis to'qisi bo'ladi deydigan. Ya'ni bular karomiya deb ataladi. Shu abturda o'tadi hadis to'qishdagi karomiyalarning mazhabi bid'atchilardan bir firqa deydi. Bular karomiya deb ataldi. Targ'ibot babida hadis to'qishni to'g'ri deb sanadi-da bular. Ya'ni dinga qiziqtirish, dinga targ'ib qilish babida. Bular buningga men kezebe alayya mutaammidan degan hadisning yo'llarining ba'zi rivoyat qilingan, ba'zi bir rivoyatlar bor. Ya'ni liyudillan nas degan jumlani ziyoda qilib kelgan. Man dalil qilib kishilarni ozdirish uchun hadis to'qisi bo'lmaydi, yolg'on, ammo ozdirish emas, hidoyatga boshlashning to'qisi bo'ladi deb mandayliqda. Lekin ma ziyodlik imom hadis hofizning qashida sabit emas degani sahih emas. Demak bu ojiz hadisga tayinib hadis to'qisi dalil topadi. Yana bir dalili bularning ba'zisi men kezebe alayedeki alan asas qilib, ala degan ziyon ifoda emasmi? Biz Rasulullohning foydasi uchun yolg'on aytamiz, zin uchun emas. Ma'naiti intayin bir chakana dalil keltirishda, chunki payg'ambar alayhisolamning shariati uni rivojlantiradigan kazzoblarga ehtiyojli emas. Rasulullohning sahih hadislari yetarli. Guman bütün musulmonlarning ijmoining dalilmasi aksi. Hatto Sheyx Abu Muhammad Juvayni hadis to'g'ri odamni kafir deb qana qilgan, jazm qilgan. Chunki hadis to'g'richi islomning hul asosini yiqitishga yordam qilgan odam hisoblanadi. Bir qism mufassirlar o'zining tafsirlarida mushu xil turdagi to'qilma hadislarni ayirmasdan hamda ya to'qilmaligini ya biladi yoki bilmaydi. Mayli bilsimi xatolik, bilmasimi xatolik. Chunki mufassirlar sifati bilan bilish kerak. Bilib turib kelgan bo'lsa xatolik, ashta bir o'tkazgan xatolik bor. Shuni olib turadi. Bir qism mufassirlarningki o'zlarining tafsirlarida to'qilma hadislarni so'zlashdiki nimasi xatoligi. Bir qism mufassirlar shularning
tafsirlarda to'qilma hadislarni tilga olishda xatolashgan. Ya'ni uning to'qilmaligini bayon qilmasdan, xususan mush Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan Qur'onning fazilati haqida suri-surida rivoyat qilingan hadislar va mushu xil hadislar xili obdan tafsirlarga bizning diyorimizda biz suyib o'qiyotgan tafsirlarga kirib ahvollar bor. Mushu mufassirlarning qatoridan Sa'labi, Vahidi, Zamakhshari, Baydawi, Shavkani, masalan bizning yurtimizda Baydawi'ni o'qiymiz. Har surining beshidagi fazoili surada bunday ahvollar intayin nima ig'ir masalan, ig'ir. Endi mushu mavzu hadislar haqida yozilgan dangliq asarlarning birisi Kitabul Mavduat Ibn Jawziyninki bu mushu fan sohasida yozilgan eng qadimiy kitobning qatoridan, lekin madam mush Ibn Jawziy hadisni to'qilma deb hukm qilish sal keng yo'l tutgan degani sal to'qilmalikqa sal keng demakchi. Shunlashqa ulamalar uni tanqid qilgan. Intaqadami tanqid qilgan, ta'aqqabami undaqqa qarshi fikr bayon qilgan degan ma'noda tanqid qilgan. Ikkinchisi Allali al-Masnu'a fil ahadith al-mawdu'a degan kitob Siyutininki Ma'a oldidagi Ibn Jawziyning kitobining qisqartirilmishi va shunga berilgan tanqid, ya'ni tanqid, obzor. Va Ibn Jawziy tilga olmagan bir qism ziyodaliklarni tilga olgan. Üçüncüsü Tenzihu Şeriatul Merfu'a anil Ahadis Şeniatul Mevdu'a degan kitob Ibn Iraqil Kinanininki bu moş oldidagi kitobning xulosalanmasi ma'o nayt bir tushaq, muhazzab, mufid kitob degani foydali kitob. Xo'sh, demak al-mardud bi sababi ta'nin fi rawi degan babda biz ta'nini ikki xil bo'lgan, birisi adolatga ta'ni, yana birisi dabtdagi ta'ni. Adolatga ta'niningki birinchisi kiz bo'lganda, ya'ni al-kadhibdan chiqqan hadisni mavdu degan to'q, endi ikkinchisi at-tuhma bil kizb emasmi? Ya'ni ravining adolatdagi kamchilikning ikkinchi sababi at-tuhma bil kizb. At-tuhma bil kizbdan chiqqan hadis matruk hadis. Ya'ni idza kana sababu at-ta'n fi ar-rawi, ravidagi ayiblash sababi at-tuhma bil kizb bo'lgan vaqtda, ikkinchi darajalik sabab bo'lgan vaqtda, ikkinchi sabab bu, bunda odamning hadisi matruk hadis deb ataladi. Buning ta'rifatiga kelsak, matruk tarkibdan chiqqan ism maf'ul bo'lib, arablar odatda chuji chiqib bo'lgandan keyingi tuxumni matruk tarika deb ataydi. Masalan, matruka degan gap yana. Matruk degan gap tashlandiq degan gap. Bizning Uyg'ur tilida tashlandiq. İslahdan muş belki muşu ma'noda turib hadis qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni bunda hadislar qanday qilib o'tish kerak, tashlab o'tish kerak. Bunda hadislar kerak emas bizga, foydali emas degandek ma'noda. İstiloh jihatda buning isnodida kazib bilan ittihom qilingan ravi degani yolg'onchi mush odam deb aytanda. Aniq bir qatim Rasulullohga yolg'on aytganligi isbotlangan emas, lekin yolg'on aytish ehtimoli va yolg'onchi degandek bir xil ittihom ayblanish va bu odamninki. Mundaq odam rivoyat qilgan hadisni biz matruk hadis deymiz. Endi ravining kazib bilan ittihom qilishining sababiga kelsak, ikki turli ishning birisi bo'ladi. Birisi shu hadis shu tarafdan rivoyat qilindi va bu hadis ma'lum qoidalarga zid degani dinning umumiy, masalan, ulamolar umumiy narsalardan yakunlab chiqqan dinning maqosid, dinning mabodi'lari, qavoid fiqlarga zid keladigan hadis. Mush hadisni mush odamlar rivoyat qilganlar. Deb qalbimizda chataqvoda buni o'ylaymizda, bu bir. Ikkinchisi ravi odatdagi gapida kiz bilan tulinib qolgan odam degani hadisda taqtulinmoqlik. Hadis tulinsa u nima bo'ladi? Kiz bo'ladi. Birinchi sababning qatoriga kiradi. Hadisda yolg'on to'qiganlikqa taqa oshkor bo'lmadi, isbotlanmadi. Ammo odatdagi normal paranglarda bu odam yolg'onlikni to'qiydigan ancha-muncha ayb bu odam. Lekin uningdan Rasulullohning hadisida yolg'onchilik qanday bo'lmoqlik, oshkor bo'lmoqlik. Mana shakldagi odam nima bo'ladi? At-tuhma, ya'ni muttaham bil kizb bo'ladi. Masalan, buning misoli Amr ibn Shamr al-Ju'fi al-Kufi ning hadisi Jabirdan, u Abi Tufayldan, u Alidan, u Ammardan rivoyat qilib, mashkildan davatida kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqnutu fil fajr va yukabbiru yawma Arafa min salati al-ghadat va yaqta'u salati al-asr akhir ayyam at-tashriq degan hadis. İmam Nesai ve Daruqutni ve ondan başqa muhaddislar Amr ibn Shuayb ve Amr ibn Shamir to'g'riliq bu odam matrukul hadis deb qanday qilgan baho bergan deydi. Endi mishaki yo'q o'quvchimizning kallasida ashta bahoni bir ver. Yo'q, jarh ta'dil ulamolar, endi jarh ta'dilda bir fanvot yo'q emasmi? Ilmul hadisning ichida mustalah bir bab, jarh ta'dil bir bab, ilal bir bab. Har babninki o'zining kasbiy ulamolari bor. Jarh ta'dil ulamolarininki bergan bahosi musahada, mustalah babida qabul qilinadi. Shuni asos qilib turib biz ravilarga baho beramiz, uningga ergishib
ravilarning hadisiga birga qana qilamiz bahovirimiz degan gap. Mahir hadisining darajasiga kelsak, yuqorida o'tdi. Zaifning eng ig'ri mavdu, undan keyin kildig'ini matruk, undan keyingi munkar, undan keyingi muallal, undan keyingi mudraj, undan keyingi maqlub, undan keyin muttarab, mushu bo'yicha Hafiz Najar shunda ra'lagan deydi. Biz darsni inshaalloh shu bo'yicha qanday qilamiz so'zlaymiz. Endi keldik al-munkar. Ya'ni munkar nereden chiqadi desanglar, do'stga qarasanglar al-fisq. Ta'nun fil adalatdagi 3-sabab al-fisq, fosiqlik. Agar ayib nuqson fosiqlik sababidan bo'lib qolgan, ayib bo'lib qolgan bo'lsa, bunda odamning hadisi munkar hadis deyiladi. Yani tunulmaydigan hadis degan gapda, ya'ni ravidagi ta'nining sababi fuhshul g'alat, ta'nun fil dabtiga qarasanglar bo'ladi. Kasratul g'aflat, yani ta'nun fil dabtiga qaranglar. Ikkisi ta'nun fil dabtida. Avul fisq, ma'u ta'nun fil adalada. Demak, 3 xil sababning neticesinde kelib chiqqan ayibning sohibining hadisi nima hisoblanadi? Munkar hisoblanadi. Mana ma'u 3-chi, 4-chi, 5-chi sabab deydi. Ya'ni ta'nun fil adalatdagi nechinchi sabab, 3-chi sabab, kitobning 5-da kelayotgan bilat bo'yicha davatida endi madam 3-chi, 4-chi, 5-chi sabab degani. Andan ta'nun nimadagi fil dabtidagi 1-chi sabab, andan ta'nun fil dabtidagi nechinchi sabab, 3-chi sabab. Ama kitaptaki 3-ci, 4-ci, 5-ci degeni 5-də dizib etken bir rəddərdi bo'yicha deyotgan gapda. Bunun lug'atdagi ta'rifotiga kelsak, inkardan chiqqan ism maf'ul bo'lib, iqrorning nimasi ziddi. Ya'ni bir odam iqror qildi, inkor qildi. Iqror qildi, inkor. Ana uni munkar bo'lganda inkor qilinadigan. Ma hadis emas, ma'u deb inkor qilinadigan shakldagi hadis degandek qum bilan ma'nom qo'yilgan. Ikkinchi istiloh jihatda hadis ulamolari munkarni bir qanchilgan ta'rifotlar bilan ta'rif qilgan bo'ldi. Buning eng mashhurisi 2 ta'rif. Birinchi ta'rifat nima deydi desanglar? Bu shunday bir hadiski, biz bayon tushundirgandek, buning isnodida xatolikka ig'ir bo'lib ketgan, fahusha g'alatu degani xatolikka ig'ir bo'lib ketgan. Aw kasurat ghaflatuhu, g'ofilligi ko'p bo'lgan yoki fosiqligi oshkor bo'lib qolgan, ravi bo'lib qolgan hadisni nima deymiz? Munkar hadis deymiz deydi. Ma ta'rifatni Hafiz Najar so'zlagan, boshqalar buni başqalarga nisbat bergan, mushu bo'yicha Bayquni o'zining manzumusida mengab davom qilib, nima degan desanglar, va munkarul fard bihi rawun g'ada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda. Ya'ni fard hadis, munkar hadis deganimiz shunday bir fard degani g'arib hadis demakchi. Bu g'arib hadisda bir ravi bor. Bu ravinin ta'dili ketib qolgan degani, ya'ni bu odam muaddalini ta'dil qilingan odilda baho birilmagan odam, odilda. Va bu odam tafarrudlikni ko'tarolmaydi degani, yolg'iz rivoyat qilsa, hadisi sahih bo'lmaydigan odam deb manda shaklda bayon qilgan deydi. Ma'u birinchi ta'rifat, amaliyotda biz necha kundan beri har kuni darsning oldida darsni xulosalayotimiz emas, mana shu xulosada asoslangan ta'rifat. Ham sizlarning kallangni tug'izib olsanglar bo'ladigan ta'rifat. Agar boshqalar sizlardan munkar hadisga nima desanglar, javob bersanglar bo'ladigan ta'rifat. Ikkinchi xil ta'rifatga kelaylik. Munkar degan nima bo'lsa, zaif odam, ishonchlik odam rivoyat qilgan hadisga zid rivoyat qilgan hadis nima bo'ladi? Munkar. Endi zaif odamning o'zining boshqa normal hadislari zaif bo'ladi. Zaif deganda to'qqa eng oddiy darajalik zaif debchi. Endi mush odamning oddiy darajalik bir hadis zaif hadisi boshqa ishonchlik, thiqa bo'lgan sahih hadis qilib kelib qolgan vaqtda darajasi texmi tushib, munkar darajasiga tushdi degan gap. Zaif odam ishonchlik odam rivoyat qilgan hadisga zid kelishi degani, zaif odamning hadisi zaif bo'ladi nomi. Ya'ni bu eng oddiy, zaifning oddiy qismi. Ammo mushahhadis ishonchlik buni sahih odamning hadisiga zid kelgandan keyin zaiflik darajasidan tushib, nimalik darajasiga tushdi, munkarlik darajasiga tushdi. Agar buning ta'turisini qilib boqinglar, ta'turisini. Zaif odam, ishonchlik odam rivoyat qilgan hadisga zaif odamning hadisi zid kelsa, ma hadisni munkar deydiganmiz, shundaymi? Ma adamning hadisini-chi. Ma thiqa odam rivoyat qilgan hadis, zaif odam rivoyat qilgan hadisga zid kelsa, ma'ning hadisi, ma zaifning hadisi munkar bo'ldi. Ma thiqaning hadisi ma'ruf bo'ladi. Batning ma tarafiga qarab baqsanglar, mushu munkarning ikkinchi ta'rifat munosabati bilan mushuning aks bo'lgan yana bir hadisning turini bayon qildi, ya'ni ma'ruf hadis. Ya'ni al-ma'ruf degani shu. Mushu munosabat bilan biz endi mushuni bog'lanadigan yana bir turini bayon qilamiz. Shaz mahfuz deb. Mashaz mahfuz degani asli ma bapulda qildigan hadis emas. Biz sahihning nimasini bayon qilayotgan vaqtida, ta'rifatni bayon qilgan vaqtda sahihning 5 sharti bor deb kelib, shaz olmaslik deb kelib, shaz degan nima desa,
ishonchlik odamga qilgan zid qilgan rivoyati shazul degan emasmi? Mana bir thiqa odam bor. Buningdan siqroq bir odam bor. Ma ishonchlikroq. Ma odamning hadisi, ma odamga zid kelgan bo'lsa, ma odamning hadisi shazuludi. Zaifga tava uludu vaqtda ma ishonchlikroq odamning hadisi mahfuz uludu. Bu shu bir odamning hadisi bir odamga zid keladigan nuqtadan ma'nolar o'xshash bir chiqib qolgancha buning bu yerda so'zlayapmiz biz hozir. Menga qaranglar. Munkarning ikkinchi tarifatida zaif odamning hadisi ishonchlik odamning hadisiga zid kelsa, ma zaif odamning hadisi munkar bo'ladi. Ma ishonchlik odamning hadisi ma'ruf bo'ladi. Ma bir atalg'u. Agar ma'mul thiqa, lekin ma thiqa ma'ni qaragan vaqtda siqroq, ishonchlikroq bo'lib qolgan bo'lsa, ma odamning hadisi zid kelgan vaqtida ma thiqaning hadisi shaz bo'ladi, zaif bo'ladi. Ma siqroq odamning hadisi mahfuz bo'ladi. Mushu munosabat bilan ma to'rt atalg'uni biz so'zlab o'tamiz hozir. Ya'ni buning bilan shazning o'tirdiki farq. Yani qayt kelaylar. Ma ta'rifat deydi. Hafiz ibn Hajar tilga olgan va tayangan tarif. Maningda avvalgi tarifat qaragan vaqtda bir ziyodlik. U o'simi zaifning ishonchlik rivoyat qilgan odamga zid kelish degan bir ortiq bor. Endi ma'no bilan shazning o'tirdiki farq. Ben bu oyatni shazni deb berdim. Shaz degan fiqning fiqroq odamga zid kelishi shazildi degan emasmi? Qaytib o'rsanglar bo'ladi. Masalan, shaz degan nima desa, shaz deganimiz ma rawahul maqbul degan fiqa degan gap. Maqbul odamninki rivoyat qilgan hadisi uningdan avvalroq odamga zid kelishi. Demak, madam o'zi sahih odam, hadisi sahih odam, ma uningdan sahihroq odam, sahihroq odamga zid kelsa shaz bo'ladi. Zaif odam sahih odamga zid kelsa nima bo'ladi? Munkar bo'ladi. Munkar va shazning farqi dal shu yerda. Munkar hadis zid kamisi zaif. Zid kelganligi munkar hadisga tushgan. Ammo shaz hadis zid kamisi sahih hadis. Zid kagalik tüpelidilen annem zaif hadisga tushgan, zaif holatiga tushgan. Mushuni farqlantirib olsanglar bo'ladi. Shunga deyotdi, bu munkar bilan shazning o'tirdiki farq, shaz degan maqbul odam. Maqbul odam degani shu sahih, hasan ham o'ziga oladi. Ning rivoyat qilgani uningdan avvalroq odam rivoyat qilganga zid bo'lsa, ma'u shaz. Ammo munkar degan nima bo'lsa, zaif odam, thiqa odam rivoyat qilgan narsaga zid kelsa, ma'u nima bo'ladi? Munkar bo'ladi. Farqi shu. Bu yerda shu bo'lindiki, mashkisi qarshilikni shart qilishda o'rtaq. Ikkisi bir-biriga qarshi kelgan uqumba o'rtaq. Lekin nada orada desa, shazning ravisi asli maqbul odam. Zid kelmagan bo'lsa, hadisi qabul qilinadigan odam. Ammo munkarning ravisi asli zaif odam. Zid kelmagan taqdirda hadisi zaif. Zid kelganlik uchun hadisi munkar darajasiga tushdi. Shazda zid kelmagan bo'lsa, hadisi sahih, zid kelganlik tufayli zaiflik darajasiga tushib ketgan deydi. İbn Hajar deyotdi, ikkisining o'ttirini barobar qilib o'tgandan g'ofil qolgan bo'ladi degani, bexabar qolgan bo'ladi, o'qimagan bo'ladi degan gap. Shaz bilan munkarining xilli farqi bor. Shaz zid kelmagan bo'lsa sahih hadis. Ham shazni rivoyat qilgan ravining o'zi sahih odam. Ammo munkarning zid kelmagan bo'lsa zaif hadis, ravisining o'zi zaif odam bo'ladi. Misali avvalgi ta'rif ikki xil ta'rif qildik masalan munkarni. Birinchi ta'rifatning misali İmam Nevevi, İbn Majah, Ebi Zukayr, Yahya ibn Muhammad ibn Qays'ten, o Hisham ibn Urvadan, o da o Ayşe'nin merfu şekilde rivayet kıldığı hadiste, "Kulul belah bit-temr, fe inne ibn Adam iza akalahu ghadiba şeytan" diye hadisini rivayet kılgan. İmam Nesai hadisini bahavrab, ma munkar hadis. Bunu Ebu Zukayr qana qılgan, yalğız rivayet kılgan. Bu zeş salih bir şeyh. Bununla Müslim mutabaatda çıqagan hadis çıqagan, lekin madem yalğızlığı kütürülmediği adam degeni, yalğız kes bulanmaydığı adam. Nimiş qadisa bu adamda ya kasratul gaflat va ya fohshul galat va demakchi. Lekin o'zi chadaq yo'q adam. Yo'llari boshqalar bilan ko'paysa bo'ladi. Lekin yolg'iz gaz bo'lmaydigan odam demakchi. Ma'o shu fohshul galat ya kasratul gaflatga kelgan misol. Ikkinchi ta'rifatning misoli. Ikkinchi ta'rifat qaysida? Zaif odamninki thiqa odam rivoyat qilgan hadisga zid kelishimda Ibn Abi Hatim Hubayb ibn Hubayb az-Ziyadning yo'lidan, Abi Ishaqdan Ayzar ibn Huraysning yo'lidan u Ibn Abbosning payg'ambardan rivoyat qilib deydi: "Men aqama as-salat va ata az-zakat va hajja al-bayt va soma va qara ad-dayf dakhala al-janna." Abu Hatim mushak bahabir deyotdi. Kim o? U munkar odam. U kim o degani? Hubayb ibn Abi Ziyad demakchi. Chunki u Hubaybdan boshqa thiqalar hadisni Abi Ishaqdan mavquf rivoyat qilgan. Mavquf degani Ibn Abbosning so'zi demakchi. Mavquf degani Ibn Abbosning so'zi demakchi. Lekin Hubaybning o'zilam
buni marfu rivoyat qilgan, Rasulullohning so'zi deb rivoyat qilgan. Demak, ma'u zaif odam, ma thiq odamga zid kelgan tufaylidan ma'jisning bo'lib ketdi, munkar bo'lib ketdi. Anda olganda diqqat qilib turinglar. Ikki hadis bor bu yerda. Birisi Hubaybninki marfu shaklda rivoyat qilgan hadisi. Yana birisi Hubaybdan boshqa raviylarninki nima shaklda rivoyat qilgan hadisi? Mavquf shaklda. Ma'ning hadisini, Hubaybning hadisini munkar dedik. Ay, yana bir tarafning hadisini nima deymiz hamda? Ma'ruf deymizda. Va ma'ruf degani shu. Mavquf ma'ruf, marfu shakldagisi munkar bo'ladi. Endi mana munkar hadisning darajasi esa munkarning yuqori tilg'ilingan ikki ta'rifatini shu oydinlashdiki, munkar zaif jiddan turlarining odatga normal zaif emas, ig'ir zaif. Chunki uning ravisi ya fuhshul g'alat, kasratul g'aflat ya fisq sababidan nisbatlangan ig'ir zaif bo'ladi. Yoki uning ravisi qanday odam desa, shunday bir zaif odamki o'zining rivoyatida ishonchli odamning rivoyatiga zid keldi odam. Ikkala holatda kelal qismayn degani ikkala qismda ig'ir zaiflik bor. Shuningga biz matrukning bahsida o'tdi. Munkar degan matrukning darajasidan keyin keladi zaiflikning ig'irligida. Deb o'tdi qoldingi batlam. Darajasini tizib kelgan vaqtda munkar, mavdu, matruk, munkar deb. Muallalning oldiga tizdik munkarni. Bayat men bir og'iz gapni qo'shib qo'ygan, ya'ni munkar munosabati bilan munkarning ikkinchi ta'rifatining munosabati bilan biz ma'ruf degan bir turini maydonga chiqardik emasmi? Munkarning ikkinchi turining munosabati bilan ma'ruf degan bir turini maydonga chiqardik. Shuni bir tunish, amaliyotda sizlar tunish o'tib ketib bo'ldinglar uni. Munkar tunish jarayonida ma'rufni bilib bo'ldinglar. Shunda olsin bir tunib o'tib ketdilar. Ma'rufning ta'rifatiga kelsak, bu arafatdan chiqqan ism maf'ul bo'lib, istiloh jihatda thiq odam, zaif odam rivoyat qilgan narsaga zid rivoyat qilishi. İbayatanki munkarning dal aksida, munkarda zaif siqaga qarshi kelgan zaifning hadisi munkar bo'lgan bo'lsa, ammo siqaning hadisi ma'ruf bo'ladi. Mana bu ma'no bilan munkarga qarshi degan munkarning qarshisi hadis. Yoki inchiroq o'zgartirishlar aytgan vaqtda Hafiz ibn Hajar tayangan ikkinchi munkarning ikkinchi ta'rifatining qarshisi nima hadis? Munkar zaifning hadisi. Siqaga zid kelganlik uchun. Dal siqaning hadisi zaif qiz kelganlik uchun nima bo'ladi? Ma'ruf bo'ladi. Misali şu ibayatdan bizim munkarning bayonida o'tgan bir hadis bor. Ana Ibn Abi Hatim Habib Ziyadning yo'lini rivoyat qilgan hadisni biz munkar deb emasmi? Nima tufayli munkar desa, chunki hadisni Habibdan boshqalar Abi Saqning yo'lini mavquf rivoyat qildi. Mavquf bo'lgani ma'ruf, marfu bo'lgani nima? Munkar. Yani men aqama as-salat wa ata az-zakat wa hajja al-bayt wa saqama wa qara ad-dayf dakhala al-jannah. Lekin İbn Abbasqa mavquf tariqada rivoyat qilgan ishonchli kishilarning yo'ldan kelgani andan keyin nima ma'ruf. Ya'ni bu Ibn Abbasning so'zi degan gap, Payg'ambarning so'zi emas. Ma'u dal marfu shaklda rivoyat qilgan Hubaybning rivoyatining aksi. Hubaybning rivoyati munkar, Hubaybdan boshqa ishonchliklarning rivoyati nima bo'ladi? Ma'ruf bo'ladi. Chunki Ibn Abi Hatim deydi, hadisning Hubaybning marfu hadisini rivoyat qilib bo'lgandan keyin bu odam munkar adam yoki bu hadis munkar. Chunki Hubaybdan boshqalar ishonchli kishilar hadisni Abi Saq marfu shaklda rivoyat qilgan, mavquf shakldagisi ma'ruf, marfu shakldagisi nima deydi? Munkar deydi. Xolos. Yana biz bayatni deb o'tganimizda shu bayatning zid kelish munosabati bilan, hadislarning bir-biriga nima kelish munosabati bilan, zid kelish munosabati bilan chiqib qolgan bir turva o'smi shaz va nima mahfuz. Yani shaz degan nima desa, tunishib o'tdik. Yana bir qism tunishtiramiz. Shaz degan shazdan chiqqan ism fa'il bo'lib, infarad ma'nosida. Yani shaz degan gap jumhurdan, ko'pchilikdan ayrilgan odam degan gap. Istilahda maqbul odam o'zining avvalroq odamga qarshi. Buni biz sahihning babida degan, shu uzun tunishtirgan vaqtda siqa odamdan birisi bor, ya'ni maqbul degan, hadisi maqbul odam o'zining avvalroq odamga qarshi rivoyat qilgan bo'lsa, odamning hadisi nima bo'ladi? Shaz bo'ladi. Agar mushu qarshilik yuz bermagan bo'lsa sahihda, qarshilik tufayli lamdan bo'lib ketadi, zaif shaz bo'lib qoladi. Ta'rifatning zatiga qarasak, maqbul degan nima desa, zabtsi to'liq bo'lgan yoki zabtsi yengil bo'lgan odil odam. Zabtsi to'liq bo'lgan degani sahihga qaratilgan. Zabtsi yengil bo'lgan degani hasanga qaratilgan. Demak, mayli hadisi sahih bo'lsin, hasan bo'lsin, odil odam. Aniq undan avvalroq degani undan kuchliroq bo'lgan ravi, ya'ni zabtsi texmiz ziyoda yoki soni ko'p yo undan boshqa tarjihatning yo'llaridan ma'lum yo'llar bilan kuchli ketgan bir hadis bor endi. Mana shu. Ulamolar bu xil shazni ta'rif qilishda bir qancha xil fikrda ixtiloflashgan bo'ldi, lekin mush ta'rif hozirgi biz qilgan ta'rif, Hafiz ibn Hajar tanlagan ta'rif
Çünkü o şazını tarif kılışta ıslah boyunca en mu'temet olgan deydi Hafiz Necer. Ana şuzluk ne düştü dese şuzluk senette düşüdü, xuddi metninde düşkende. Metninde, senette ikili şuzluk var. Mesela ben bir hadisini rivayet kıldım. Ben bir istiqade. Mesela şuna ama benim rivayet kılan hadisimden metnisi menden işençlik rak adam rivayet kılışının metnisiz kelgen bolsa mananda şuzluk nerede metnide. Ben bir istiqade. Bir hadisini rivayet kıldım. Mening rivayet kılan hadisimdeki isnaddaki azroq bir mesele menden ishonchlik rak adam rivayet kılgan hadisning isnadidagi bir azroq bir o'xshamasga zid gap qoldi bo'lsa, mening hadisimning isnadin bo'ladi shuzluq bo'ladi. Demak matndan ba shu isnaddan ba. Mesela senettikining misali Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Ibn Uyayning yo'lidan, Amr ibn Dinarning yo'lidan, Abu Sa'idning yo'lidan, Ibn Abbasning yo'lidan kelgan bir hadis bor. Bir odam Rasulullohning davrida vafot topdi. "Va lam yada'a warithan illa mawlahu wa a'taqahu." deb kelib Taba'a İbn Uyayna ala waslihi İbn Jurayj ve gayruhu. İbn Uyayna'nın müşahidesini mevsul rivayet kılganga İbn Jurayj ve başkalar kana kıldı, ergişip geldi. Ama ulağa Hammad ibn Zeyd karşılık kılıp madesini Amr ibn Dinar'dan rivayet kıldı. O evsiciden kayıt kereyle İbn Uyayna karanlı ağır isnatqa. İbn Uyayna Amr ibn Dinar'dan, o evsiciden o İbn Abbas'tan. İbn Uyayna Amr ibn Dinar'dan, o Evsic'den, o İbn Abbas'tan. Ma şekilde İbn Uyayna ve İbn Jurayj ve ondan başka raviler kana qıptı, muşbunç rivayet qıptı. Ama Hammad ibn Zeyd bu hadisine bir vasıta İbn Uyayna'dan emas, Amr ibn Dinar'dan, Evsic'den rivayet qıp, ama İbn Abbas'ın tilgamaptı da. Ma İbn Uyayna'nın rivayetinde İbn Abbas var. Lekin Hammad'ın rivayetinde İbn Abbas yok. Şunun aşkı muş işki zitlik tüfeyledin Hafiz Necer adıdı. Mahfuzu qaysi dese İbn Uyayna hadis mahfuz. Ma İbn Uyayna musiqa, Hammad musiqa, ikkalisi siqa. Ama Hammad ibn Zeyd adalet ehli, zabt ehli. Lekin şunu bilen İbn Ebu Hatem san cihati ko'proq odamning rivoyatini tarjih qildigan, chunki İbn Uyayna yolg'iz emas. İbn Uyayna mı ba, İbn Jurayj va boshqalar ba. San cihati ko'p bo'lg'achqa mush tufaylidan Hammadning rivoyatini tashlab shaz qilib, ma'lum rivoyatni mahfuz qilgan gap. Mahfuz degani shu. Shaz ma'u, mahfuz ma'u. Ya'ni shaz degani qarshi kelgan taraf. Küçükrak taraf qaysi oldu? Mahfuz. Şu umaydaki mahfuz degani şu. Mahfuz İbn Uyayna'nın hadisi, Şaz kimning hadisi, Hammadning hadisi deyotdi. Ma'u isnatdiki shuzluqning misali. Endi matndagi shuzluqning misali Abu Dawud, Tirmizi, Abdullah ibn Ziyadning hadisi, A'mashning, Abi Salih, Abu Hurayra, "İza salla ahadukum al-fajr falyattaji' an yaminihi" degan bir hadis bor. Bayhaqi deyotdi, Abdulwahid Muşedis'ta nurgun sallık ravilağı zid geldi. Madis Abdülvahid'in hadisi. Merfu asas degen gap Resulullah mundaq dedi degen gap degen gap. Çünkü başka kişiler bu hadisini Resulullah'ın kılgan, kişiler rivayet kılgan Resulullah'ınki gibi emas. Resulullah bamdad namazını okusa da onun yerine besip yatıttı dep hadisler var. Lekin Abdülvahid dedi dep rivayet kıldı. Demek metninde birisi fi'li, birisi kavli. Abdulwahid yolg'iz odam, gerçi siqa olsunmi. Lekin qolganlar ko'p bo'lg'achqa, qolganlarni biz Abdulwahidni qanday qilamiz tarjih qilamizda. Abdulwahid A'mashningki ashablarining siqlarining orasida mushlablar yolg'iz kelgan odam. Unda o'ganda Abdulwahid gerçi siqa olsunmi, lekin sani yolg'iz bo'lib qolgandan keyin bundan kuchliroq ko'p sonli kishilar buni boshqacha rivoyat qilgandan keyin biz Abdulwahidning hadisini shaz deymiz, Hoshayatning hadisini mahfuz deymiz. Yani mahfuzni endi tunishtiradi, biz tushunib bo'ldik hisobda. Ya'ni mahfuz deganimiz shazga qarshi kelgan hadis. Ya'ni ishonchliroq odamningki, ishonchli odamning rivoyatiga qarshi. Ishonchliroq. Ma'ning hadisi ma'niga zid kelgan bo'lsa, siqa odamning hadisi shaz bo'ladi, siqroq odamning hadisi mahfuz bo'ladi. Misali shazning turida bayon qilgan ikki misol shu. Lekin ishonchli yo'ldan kelgani mahfuz, ishonchli yo'ldan kelgani shaz bo'ladi. Ana shaz mahfuzga hukmga kelsak, ma'lumki shaz mavjud hadisning qatoridan, chunki sahih hadisning sharti shuzluq olmaslik. Ammo mahfuz deganimiz hadis maqbul bo'ldi. Xo'sh. Endi keldik o'zimizning gapiga kelaylik, al-muallal. Ya'ni ravidagi ta'ni sababidan rad qilingan hadisningki ikki turli ta'nisi bor. Bir ta'nun fil adala, bir ta'nun fil dabt. Ta'nun fil dabtninki eng oxiridagi kasratul avhamga qarasanglar, kasratul avham yani vahmaga qarasanglar, buningdan chiqarisida muallal deb yozganmiz biz do'stlar shunda, ammo hozirgi muallal deb shu hamda qarab boqayli. Ravidagi ta'nining ayibning sababi vahmi bo'lib qolsa, bu odamning hadisi muallal deb ataladi. Bu 6-sabab. Men kitobda tizgan 6-sabab, lekin biz tizgan ta'nun fil dabtninki eng oxirgi
4-nji sebebi hesapda. Bunun tarifatyna kelsek, bu muallal degen a'allahu-dan çıkan ism mef'ul. Anda olsa bizning öğrengen sebep kaydımız boyunca a'alladan çıkan bolsa muallun çıkışı. Muallalun emas. Muallal nimeden çıkan dese bu meşhur sebep kıyası şu muallun çıkışı gerek. Bu fasihtil. Lekin muallal deb ibarat keltirish dal tildagi g'ayri mashhur bilan kelgan ahli hadisninki istilah degani qo'ygan atalg'u hamdi. Asli qoida bo'yicha a'alladan chiqqan bo'lsa muallal chiqishi kerak. Lekin ahli hadis muallalun deb qanday alladan chiqmadi. Ama alladan chiqsa ma'no to'g'ri chiqmaydi. Chunki a'alladan chiqishi kerak. Andaqani muallal chiqishi kerak, lekin muallalun deb atadi. Ham muhaddislarning ichidan ma'ul deb ataganlarim bor, lekin bu gap til va lug'at ahlining qashda rad qilinadigan ojiz gap. İstilah jihatda o'zimizning gapga kelaylik. Muallal degan nima desa, uning sahihligiga ayib bo'ladigan, taqdahu degan ayib bo'ladigan bir illat tepilib qolgan hadis. Halbuki zahirsi undan salomat qiladigan hadisga qarasa topib bo'lmaydi. Hadis shuna saqlam, ammo izdansa, shu inch ko'lamal izdansa, bu hadisda hadisning sahihligiga ta'sir ko'rsatadigan ba'zi bir nimalar va omillar bor. Mushu hadisni biz muallal deymiz. Endi ba'zi gaplar bizga nisbatan salaliqqa mujmalroq bo'lib qoladi. Sabab chunki biz yangi o'rganchi. Bizlarga inchki nuqtalarni bayqashda mahoratimiz yo'q, aniqroq desak. Shunga masalan muallal desakmi, qanday yani tepildi desanglar, hadisning ichidagi inchki ba'zi bir mazmunlarni, inchki ayiblarni, inchki nuqsonlarni tepishdan tepildigan bo'lg'achqa, bu bizga nisbatan bunga bo'lib qoladi, lekin bizning mustalahdagi vazifamiz mushkil atalg'ularning tushunchalarini qanday tushunib olish. Nöt kep qalsa asta biz özleştirip keyinchi Allah bizga berib qalsa, Allohning fazli xalq adam beradi, fadlullah yu'ti man yasha. Bizmi keyincha hadislarning ichidagi illatlarni tepishni o'rganib qalsak ajab emas. Ya'ni illatning ta'rifatiga kelsak, shu muallal degandan keyin illat bor degan gap emasmi? Illatning ta'rifatiga kelsak, illat degan nima desa, hadisning sahihligiga ta'sir etkazadigan yushun tutuq sabab deydi, tutuq sabab. Yani illatning ta'rifatidan mushtarifatdan şu elindeki hadis ulemalarining nazaridagi illat degani çok ikki shart tepilishi kerak. Birisi tutuqliq va maxfiylik, yana birisi hadisning sahihligiga ta'sir etkazishi kerak. Cho'qim hadisni ayib bo'lishi kerak u. Birisi tutuq, yushun bo'lishi kerak. Ikki sabab tepilishi kerak. Agar ikki shartdan birisi xalalga uchrasa, masalan hadis illat oshkor bo'libdi, yoki yushun bo'lsa-mu g'ayri qodih ekan, hadisning sahihligiga ta'sir etkazmaydigan bo'lsa, bu vaqtda bunday illat istilah noktasidan illat deb atalmaydi. Endi illat yuqoridagi shu istilah noktasidan chiqilgan illat shu. Am ba'zi vaqtda illat degan so'zni istilohiy ma'nosidan boshqa ma'nolarga ham qanday qilinib qo'ydiganlar va ishlatib qo'ydiganlar va ya'ni inna ma zakartuhu min ta'rif al-illa fi fitrat sabiqa. Yuqoridagi abzasda so'zlagan illatning ta'rifati bilan so'zlagan gaplar faqat muhaddisning istilohidagi illatdan maqsad. Am ba'zida illatni hadisga qaratilgan har qanday bir ta'na, har qanday bir kamchilik illat deb qo'yadi. Gerçi mata'na hafi qadu homusumu, lekin mushuni bir atalg'u noqsini bilib olish kerak. Birinchi turidan g'umul, xafa'liq turining qatoridan, masalan, raviyni kizbi deb illatlash, yoki g'ofil deb illatlash, sayyul hifz deb illatlash, va shunga o'xshagan illatlashga Tirmizi hatta nasxini bir illa deb qator qilgan mansuqligini. Ikkinchi turining qatoridan hadisning sahihligiga ayib bo'lmaydigan bir qarshiliklar bilan illatlash, masalan, siqala mavsul shaklda rivoyat qilgan hadisni mursal tariq rivoyat qilish degandek, masalan. Shunga binoan ba'zi da'vatida sahih hadislarni hadis muallal va deb. Demak, g'ayri istilohiy illat deganimiz bunda sahihligiga ta'sir etkazmaydigan, lekin har qanday bir kamchilikning o'zini illat deb atsa, u biz degan haliqi illat bo'lmaydi. Bu fanning ulug'ligi, inchkiligi va kim bu fanning imkoniyatiga ega bo'ladi desa, hadisning illatlarini tunish, hadis ulumlarining ichidagi eng ulug' fanlarning birisi va eng nozik fanning birisi. Chunki u yushurun tutuq illatlarni yetishga ehtiyojliki, bu yushurun tutuq illatlar faqat hadis ilm sohasida avangard bo'lgan o'tkir ulamolarga oshkor bo'ladi. Am buningga faqat imkoniyat ega bo'ladiganini, buni bilishga kuch yetadiganini ahli hifzi, hafizlar va ma'lumotli hadis sohasidagi ma'lumotli kishilar va o'tkir tushuncha egalari. Shunlashqa buningga chukashga faqat buni cho'nqur yerlarga faqat imomlardan oid oz imomlar chukaylagan. Masalan, Ibn Madini, Imom Buxoriy ustozi deymizgo, Imom Ahmad,
İmam Buxoriy, Abi Hatim, Daraqutniga o'xshash masahada kasbiy bunda bo'lib ketgan cho'ng ilm ala cho'kaligan, xoligan odatdagi modislar illat babiga kelgan vaqtda cho'kanmaydi. Endi illat qaysi isnotga keladi desa, illat odatda sahihlikning zohir shartlarini jug'lab bo'lgan illat isnotga keladi degani, illatni surishti qilishda avval bizlarga sahihlikning sharti bor-ku, 5 ta shart. Isnot muttasil bo'lish, ravisi adil bo'lish, raviyatning zabti to'liq bo'lish, shuzzu maqsad shundami ya? Mushu shartlar tepilib bo'lgandan keyin aniq illat tepilib qolsa, an bu hadisni shu bo'yicha bitar. Ammo zaybat hisob qilsa, uning illatini surishtish hojasiz. Chunki zaybatni surishti qilmasaqmi zayb bo'laveradi. Illat andos nereden topamiz desa, sahih hadisni izlaymiz. Shunda o'tadi. Chunki zaybat hadis degan uning illatlarini bahs qilishga ehtiyoj yo'q. Chunki u hadis amal qilmaydigan ma'rud. Ma'rud hadisni izlab o'tirishning hojati yo'q. Endi illatni bilishda nim bilan foydalanadi desa, illatni bilishda bir qancha ishlar bilan foydalanadi. Birinchisi raviyning yolg'izligi. Ashhadlab ishni boshlaymiz, yolg'izroq. Yana birisi raviyning boshqa qarshi kelishiga to'xtab tura, bir izni faqat deb shu yerdan boshlaymiz-da. Uchinchisi yuqoridagi ishqobda o'tgan qarinlar qo'shilgan boshqa qarinlar bo'lib qolsa, shu ahvollarga qarab turib illatni izlasak bo'ladi. Ammo ishlar mushu fanni bilguchi ne deydi? Hadis raviylarining ichidan yuz berib qolgan bir vahmiga askar talaydi. Masalan, daha diqqat illa so'z qilish orqali to'xtab turib, falon yerda pukuni qanday ketkizib qo'ydi. Pukuni qanday ketkizib qo'ydi degandek. Ya mavsul rivoyat hadisni irsal qilishni, irsal rivoyat qilganligini bayqash bilan degani, boshqalar mavsul rivoyat qilganda madam mursal rivoyat qilib qo'ydimi yoki boshqalar mursal rivoyat qilganda madam mavsul rivoyat qilib qo'ydimi? Yoki bo'lmasa marfu rivoyat qilgan hadisni vaqfini bayqash orqali boshqalar marfu rivoyat qilgan hadisni mavquf rivoyat qilib qo'ydimi yoki boshqalar mavquf rivoyat qilganni marfu rivoyat qilib qo'ydimi? Yoki bo'lmasa hadisni bir hadisning ichiga kirgizishni boshqada bayqidi masalan, asli 2 hadis, lekin qo'shaplan bir hadis qilib aytgandek yoki asli bir hadis 2 hadis qilib aytgandek bunda ahvollar bo'ladi. Yoki undan boshqa bir xil vahmi. Endi vahmi degan nima bo'lsa, mashtaq tuğu deydigan bir xillar o'zingizga. Masalan, hadis asli mursal, qalasta bu hadis mavsul va deydigan. Hadis asli mavquf, marfu hadis bu deydigan bunda bir vahmilar hamda. Shu darajadagi uning zanniga ehtimolga shu g'olib bo'ladi-da, shuni o'ylaylar, ma pendeki tunug'uchi odam mush iniqlig'uchi, bahs qiluvchi hadisni sahih emas deb hukm qiladi deydi. O'zining g'olib zannida agar mush ishlar bayqiliblam qolib qolsa, sahih emas deb hukm qiladi. Endi muallalni tunishga yo'l qaysi desa, muallalni tunishga yo'l hadisning yo'llarining hammini to'plash, raviylarining o'xshamasligiga nazar tashlash, ularning zabti itqonini o'tirini tanfonlashtirish, undan keyin illatlik rivoyatga qana qilish, hukm qilish. Masalan, ma illatlik emas, muallal emas debchi. Illat nada tushadi? Biz bayat degandek isnot tushadi. Bu ko'pincha ahvol xuddi mavqu, vaqf, irsollar ta'lil qilgan o'xshash degani, marfu hadisni mavquf deb qo'ygan illatga o'xshash yoki mavsul hadisni mursal deb qo'ygan illatga o'xshash isnot tushadi. Matnda tushadi, bu intayin oz. Masalan, namozda bismillahni qiroatni fiqhan hadisga o'xshash bunda illatlar tushadi. Mushuna izlasak bo'ladi. Lekin isnotdagi illat matniga ta'sir etkazadi desa, ba'zida matnida deydi. Isnotdagi ayib bilan billa qanday qiladi? Ayiblanadi. Taqdahu degani ta'sir etkazib, ayibga ta'sir qiladi. Shu irsallar bilan illatlarga o'xshashki, masalan, mursal hadisni, mavsul hadisni mursal deb rivoyat qilishning o'zi isnotdagi bir illat. Lekin isnotdagi illat bizning matniga bergan bahorimizga ham nima yetkazadi, ta'sir yetkazadi. Chunki mavsul hadis bilan mursal hadisning hukmi o'xshamaydi amal qilish jihatda. Ba'zi isnot qala ta'sir etkazdi, matn sahih bo'laveradi. Masalan, Abi Ya'la ibn Ubaydning hadisiga o'xshash Tavriddan kelgan, Amr ibn Dinardan Ibn Umar marfu shaklda kelgan al-bay'an bil khiyar. Ya'la Abi Sufyonga Amr ibn Dinar degan so'zda vahmi qilib qoldiki, bu Amr ibn Dinar emas, Abdullah ibn Dinarga bunda vahmi qilib qoldi qalista. Amr ibn Dinardan Abdullah ibn Dinar erishib ketdi. Lekin matn sahih. Gerçi isnatda bir g'alatlik illat olsun. Nima ish qilsa, matn sahih bo'laveradi desa, chunki Amr ibn Dinar olsunmi, Abdullah ibn Dinar olsun, ikkisi siqa. Mayli ma'ni qolishgan ta'siri yo'q. Siqani siqa almashtirish matnning sahihligi ta'sir etkazmaydi. Gerçi isnatning siyaqi xato bo'lib qolsa, bunday shakllarda illat isnatda tepilsin matnga ta'sir etkazmaydi. Lekin isnatda bayatni degandek asli mavsulni mursal deb qolsa, mursalni mavsul deb qolsa, ma'no matnga ta'siri bor.
Bu haqda yozilgan dаңlıq əsərlər birisi İbn Madinininki Kitabul İlal, İbn Abi Hatimninki İlalul Hadis, Ahmad Hanbalninki El-İlal ve Ma'rifatur Rijal, Tirmizininki El-İlalul Kabir ve El-İlalul Sagir, Daraqutnininki El-İlalul Varida fil Ahadis Nabawiyya. Ma kitap yuqorida kitobning ichidagi eng jami va eng keng kitobning birisi. Biz bugun darsimizda musha to'xtalib, biz bugun El-Mardud bi sabab ta'nin firrawi temasi to'xtalib, ta'nini adolat zabt qilib ikkiga bo'ldik. Buning ichidan adolatda 5 xil sabab chiqardik, zabtida 5 xil sabab chiqardik. Bid'a, su'ul hifzi qilib qoldi. Qolganlarning hammasini o'qib bo'ldik. Muxolifat siqat bilan 3 qilib qoldi. Muxolifat siqatdan do'stga qarasanglar 5 xil zaif hadis chiqadi. Biz inshaalloh kelasi darsimizda shu muxolifat siqatdan chiqqan 5 turlik zaif hadislarni, undan keyin usul hifzdan chiqqan zaif hadisni, bid'atdan chiqqan hadisni o'qiymiz. Bugun mushu qadar bilan kifoya qilamiz va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.